Uyimizga erkak usta kelsa ham kariz qaynukam xonasidan chiqmasdan yoturadi. Koreyadagi ustalarga qoyil, o'zini ishini bilib, jimgina qilib, yana kamiga musorlarigacha tozalab ketadi. Yuzimni chuqur namlantirish uchun kollagen krem surtmoqchiman, chunki kariz qaynonam menga va o'g'limga ovqat olib chiqib ber deb iltimos qildilar. Kremni qopqog'ini ochayotganimda ustimga tushib ketdi. Topinglarchi nima qildim? Albatta yuzimga surtavordim. Bu yerda kariz qaynukamning xonasiga kirib, siz bugun nima yemoqchisiz? Sizga nima olib kelib beray deb so'ragani kirdim. Hammamiz kimbap yeyishga kelishdik. 3 ta kimbapni 16,000 wonga oldim. O'zbek so'mida shuncha chiqar ekan. Eng qizig'i bu yerda yosh bolachalar yeydigan kimbaplargacha bor ekan. Kimbapni olib uyga kelsam, qaynonam ozgina kutib tur, usta ketsa keyin yeymiz dedilar. Rakvinamizni teshigiga ovqat va po'choqlarni maydalab beradigan yangi mikser o'rnatdik. Yangi o'rnatgan mikser mashinamizni qanday ishlatishgacha hamma yo'g'ini o'rgatib ketishdi. Eng qizig'i, undan oldingi ishlatgan mikser mashinamizni usta o'zi bilan birga olib ketdi. Qaynonamga u narsa bizniki-ku, nimaga usta olib ketdi desam, Koreyada musor tashash pullik, shuning uchun ustalar o'zi bilan olib ketadi dedilar. Qaynonam polni endi artib chiqadilar, men kolaga ichaman deb polgacha suvlarini sachratib endi to'chni so'kish eshitaman desam, Bismillah. qaynonam kel ovqatlanamiz deb qolsalar bo'ladimi? Kariz qaynukam esa har doimgidek ovqat paytida ko'ti qichib yuvingani kirib ketib qoldi. Qaynukam bitta kimbapga to'ymaydi, shuning uchun ramyongacha yeyish kerak.